Opamiz ilon ushladi. Uzunligini o'lchaymiz endi. Bitta yangilik bor sizlarga do'stlar. Bitta akamiz bizga aloqaga chiqishdi va mana shu 3 ta xonaga laminatni men qilib beraman. Nech pul bo'lar ekan hisoblab ayting dedi. Ustakalarimizni общий shu paytgacha qilgan ishlari shkatorka ishi bilan 100 ta terilgan ishga 6.486.000 bo'ldi. Kimga beray pulni? Opamiz ilon ushladi. Uzunligini o'lchaymiz endi. Bir 30 santimetrlik katta ilon o'ldirildi endi yoqib yuboriladi. Vo! Qo'rqmaysizmi ilondan? Yo'q. Bu yoqda ham chiqarmidi? Ko'kdalada. Kobra chiqaydi. Bu sal unoqroq kobradan. Kobralar chiqarmidi? Ha? Kobra ilonlar chiqarmidi? Kobra chiqaydi. Yoqib yuboriladi. Ilonni ko'rsang o'ldir deydi-ku. O'ldirsang 7 ta savob yoziladi. Opamiz uyini oldidan chiqdi. Qo'rqmaysizmi opamiz? Yo'q, qo'rqmayman. Devor uraymiz, darvoza qo'yamiz, ilonlar kira olmaydi-ku. Qo'rqmayapsanmi? Ali şaşkı iyi de olsun. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sog'ommisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasan Himmatovman. Aziz do'stlar, bugun sizlar bilan 23-qismda ko'rishib turibmiz. Bugun uchastkamizda yangiliklar juda ham ko'p. Hovuz chakalarimiz kelishgan. Bugun xudo xolasa hovuz boshlanyapti. Ertaga hovuzimiz bitadi. O'zi mana qoliplari bilan olib kelishgan. Ichkarida akalarimiz o'zi steyashkani boshlab yuborishyapti. Hovuzchilarga hozir 2 million beramiz, keyin 1 million ertaga bitgandan keyin berilar ekan. Bugun material olib kelishar ekan. Akamang. Charchamayapsizmi o'zi? Bu yoqda steyashkaga xonani tayyorlashyapti, mehmonxonani. Bitta shu mehmonxonani gilam qoluvdi, hozir bitta obunachimiz yozib qolib, razmerini o'lchab aytib yuboring. Men shu mehmonxonaga gilam olib beraman deb, chunki oldingi bir kishi ishonib qoldik, u olib bermaydigan bo'ldi. Endi hozir bu xonani razmerini o'lchab aytib yuboramiz. U xonaga bitta opamiz olib qo'ygan ekan, koridor bilan nariga o'tiradigan xonaga gilam tayyor. Bunga endi mehmonxonaga hozir o'lchab aytib yuboramiz. Xudo xolasa, buni ham gilami tayyor bo'ladi do'stlar. Ishlarimiz avjida, xudo xolasa, opamiz u yoqda ustalarga ovqatni boshlab yuborgan. Hovuzni mana shu burchakdan qilyapmiz. Chunki bu yoqda narsalar bor hozir. Shu burchakdan bo'lyapti hovuz, 6 tonnalik hovuz bo'ladi. O'rtadan darvoza qo'yiladi. Shunday devor o'raladida o'rtadan darvoza qo'yiladi. Burchakda hovuz bo'lyapti. Xullas, kuzatishda davom etasizlar do'stlar. Layklarni bosib, bugun ustakalarning ham hisob-kitobini ko'ramiz. Steyashka, shkatorka, keyin 100 ta g'isht terilgan yon tomonlariga 6.486.000 so'm pul bo'ldi ustalarning puli. Bugun hisob-kitobini qilib yuboramiz ustalarni, keyin steyashka yangitdan boshlanadi ish. Layklarni bosib kuzatishda davom etasizlar.
diye uzoqda yurgan, mehnatdan qochmagan bahodirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Onasin, otasin, diydorin qo'msa, yot yilda yovrini so'zlarin eslab, har kuni o'tkazar ketmoqni qo'msab, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, har kuni o'tkazar ketmoqni qo'msab, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Qo'ng'iroq qilganda yuragi o'rtar, qora ko'z bolasin dada deb yig'lar, qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Musofirlik yozilgan taqdirning ishi, hayot ming jumboqdir o'tmaydi tishi, bag'riga bosgudek do'stu tanishin, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, adolat aytar cho'ntagi to'lib, hammaga sovg'a salomlar olib, yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan. Mevalara qiyoslab hech qolmadi kandasi, mevalara qiyoslab qolmadi hech kandasi, ayollarim xudoyimni bir sevikli bandasi, ayollarim xudoyimni bir sevikli bandasi, ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza, sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar go'zal, ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza, sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Shirin har so'zi, adab ikromli o'zi, boldan shirin har so'zi, azor bermang ko'nglini, gulib dursun gul yuzi, azor bermang ko'nglini, gulib dursun gul yuzi.
Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Jannat oyog'ingizni ostidadir bilsangiz, baxtimizni hamisha sog' salomat yursangiz. Jannat oyog'ingizni ostidadir bilsangiz, baxtimizni hamisha sog' salomat yursangiz. Siz jilmayib kulsangiz, yurakka bo'lar darmon. Ro'zimbekni ko'nglinda qolmaydi sira armon. Bir jilmayib kulsangiz, yurakka bo'lar darmon. Quvondiqni ko'nglinda qolmaydi sira armon. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Bu velik meni ham ko'tarami deyman ha. Ko'tara olmaydimi? Baloniga
ana kamir opti, Alinur tabriklab qo'yinglar, veliga yana yuryapti. Balon yorildi. Opti bitta hayda qanday yoqa. Tinmay haydayapti, hozir yiqilmaydigan bo'pti. Maqtanyapti, zo'r haydashni o'rgandim deb. Ko'chalarni changitib haydayapti do'stlar. Yangiliklarimiz mana hovuzni bugunning o'zida qazib girdidagi nosini betonni quyib ketishdi. Tashqari 60 sm chiqyapti. Yerdan 60 sm tepa bo'lyapti. Hozir girdi quyildi. Ertalabdan kelishadi, pastini quyishadi, ustini shunday quyib, eshikchalarni qo'yib, hovuzni tayyor qilib ertaga ketishadi. Ertadan keyin suv qo'yaversak bo'ladi keyin do'stlar. Ertadan keyin suv qo'ysak bo'ladi. Bu xonamiz stejkasi ham bo'p qopti, o'zi xormang. Stovi charchamayapsizmi? Stejkasi tayyor bo'pti o'zi. Mana qarang, siz laminat tera olasizmi yo'qmi? Tera olmaysiz. Shpakilovka bilan laminatga boshqa usta gaplashamiz. Bu akalar faqat shkaturka, g'isht terish, beton quyish, shunaqa ishlarga ekan. Hozir stejka bu yoq tashqari bo'lgandan keyin hovli devorga ishlashadi. Fundament shunday quyamizda shlaka bloklarni teraverishadi. Biz ichkariga boshqa ustalar gaplashib shpakilovka, patolog, laminat qilib, tayyor qilib chiqib ketilaveradi. Bitta yangilik bor sizlarga do'stlar. Aytib o'taylik. Bitta akamiz bizga aloqaga chiqishdi va mana shu 3 ta xonaga laminatni men qilib beraman. Nech pul bo'lar ekan hisoblab ayting dedi. Bugun ertalab bozorga bordim, hisoblatdim. Laminatni yaxshisidan suv tegsa ham shishmaydigandan bo'lsin dedi. Hisoblatdik. Xullas общий plintis laminat usta haqlari qancha bo'ladi dedi. Hisoblatdik. Taxminan 6 million so'm atrofida bo'lar ekan. Aytdik 6 million so'm tashlab yubordi akamiz. Alloh rozi bo'lsin. Onamni duo qilib qo'ysin, opamiz dedi. Shu akamiz onalarni bir duo qilib qo'ying, chiroyli qilib. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Bizni kuzatib turganlaringiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Men shu laminatni qilib bermoqchi bo'lgan akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin, onasidan ham hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, bolalarini huzurini ko'rsin. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Menga birda bergan bo'lsa, Alloh birini mingda bersin. Umrlari uzoq bo'lsin hammasini. Duo qilib qo'yasizlar sizlar ham do'stlar. Laminat bo'lsa shu boylarnikidan bo'lsin deb juda bir qiziq ketyapti bundan buyog'iga. U boylar qiladi, uncha odam laminat qila olmaydi-da uyni. Laminat bo'ladi do'stlar. Shpakilovka bo'ladi, past laminat juda chiroyli bo'ladi. Uy bitishiga odamlar qiziqib ketyapti, o'zim ham qiziqaman. Uy bitsa qanday holatga keladi do'stlar. Juda ham chiroyli bo'lyapti. Hamma obunachilar tish tirnog'i bilan harakat qilib, qo'llab-quvvatlab turishdi. Like-larni bosyapsizlar, gap qo'yish mumkin emas. Like bosish tekin, like bosinglar. Kommentariyalarni yozinglar, qo'ldan kelgancha yordam qilib turinglar. Hisobni katta kichigi yo'q. Mana kimdir mana laminatiga yordam beryapti, kimdir hovuziga yordam beryapti. Mana sekin-sekin uyimiz bitib boryapti do'stlar. Xudo xolasa laminat bo'lib qolsa, juda zo'r bo'ladi. Gilam to'shaladi, uni artib olish ham oson. Bu uy yevro remont bitta uy bo'ladimi deyman shu mahallada. Xudo xolasa ishlarimiz bundan buyog'iga qizib boraveradi. Ertadan montaj chakalar keladi. Mana bu yoqqa shit qo'yiladi, avtomat qo'yiladi. O'zi yevro montaj bo'lgan. Har bitta oilaga nima deydi, rezistkalarga, kulchatlarga bittadan avtomat qo'yilgan har bir xonaga. Yevro montaj bo'lgan. Bu juda ham zo'r. Yevro remont uy bo'lyapti do'stlar. Bitgandan keyin ko'rasizlar bu uyda. Mahallada bitta bo'lsa kerak. Keyin bitta opamiz uy bitaversin dedi,
xohlasa 3 ta 4 ta qo'y olib beraman, xohlasa bitta ona bola sigir olib beraman. Sutini sog'ib ichadi deyapti. Endi uy bitib o'rgandan keyin ko'ramiz. Opamiz sigirli bo'lib qolishi mumkin. Menga sigir bo'lsa yaxshi bo'lardi. Alinur sutni yaxshi ko'radi deyapti. Sigirli bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Yangiliklar hali juda ham ko'p. Keyin bitta opamiz bitta gilam olib beraman, bitta xonaga shu mehmonxonani o'lchab ayting dedi, o'lchab aytdik. Bir hafta 10 kunlarda gilamni olib boraman dedi. Xudo xolasa gilamlar ikkita xonaniki ham o'zi tayyor desak ham bo'ladi. Pardalar tayyor. Opamiz ko'rpachalarni o'zi paxtalarni olib tikishni boshlab yuborgan. Laminat bo'lsa shpakilovka boshlanadi. Shpakilovka, laminat, patologga отдельно ustalar solamiz. Bu yoqda ishlarni tezlashtirib urishadi. Bu yoqda usta akalar hovli devorlarni aylantirib urishadi. Hovuzimiz ertaga tayyor bo'ladi. Ertadan keyin suvni solamiz. Ichimlik suvi tayyor. Ishimiz yakunlanib boryapti do'stlar. Qo'llab-quvvatlab, poddeshkada bo'lib turinglar. Xudo xolasa tez kunlarda opamizning finali, opamizni yangi uyga ko'chirib o'tkazamiz. Like'larni bosinglar. Xudo xolasa ertaga hovuzi tayyor bo'lgan videosini sizlarga ko'rsatamiz. Ustakalarimizni общий shu paytgacha qilgan ishlari shkatorka ishi bilan 100 ta terilgan g'ishga 6 million 486 ming bo'ldi. Kimga beray pulni? Katta ustaga beraymi? 6 million 486 ming bo'pti. 6 mingni rozi bo'lasiz. 6 million 480 ming. Rozimisiz? Rahmat. Bu yoq stejkaga endi отдельный hisob kitob ketaveradi. Shu paytgacha ustalarning hisob kitobini qoldik. Joy-joyida hisob kitob qilib ketaversak, o'zimiz ham oxirida qiynalib qolmaymiz. Hamma qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat.